Dovud, islomda podshoh va payg'ambar, Isroil shohi, ularga Alloh tomonidan ilohiy kitob Zabur nozil bo'ladi. Ular davlatni adolat bilan boshqarganlar. Ular Falastinni, Suriyani hamda Arab yarim orolining bir qismini o'z ichiga olgan davlatni barpo qiladilar. Davlatning poytaxti etib Quddusni tayinlaydilar. U yerda Quddus ibodatxonasining qurilishini boshlaydilar. Qurilish ularning ogillari Sulaymon davrida tugallanadi. Dovudning farzandlari juda ko'p edi. Farzandlarning eng kenjasi Sulaymon bo'lganlar. Olimidan oldin Dovud farishta Jabroil bilan uchrashadilar. Ular Sulaymon ularning vorisi bo'lib qolishini xohlar edilar. Sulaymon eng kichik farzand bo'lganliklari uchun buni qanday amalga oshirishni bilmaydilar. Jabroil ularga kichkina xonaning ichiga tuproq to'kishni va podshohning har bir ogli asosini olib, tuproqqa tiqishni, so'ngra uning yonida o'z ismini yozishni buyuradi. Kimning asosi ertalab ko'karib chiqsa, ul ogil voris hisoblanadi. Ular aytilgandek qilib, tuproq ichiga asosini tiqib, xona eshigini ertalabga qadar yopib qo'yishadi. Ertasi kuni ular eshikni ochishganida Sulaymonning asosidan tashqari hamma asolar quruq edi. Sulaymon asosidan esa katta daraxt ko'karib chiqqan edi. Ana shunda Dovudning barcha ogillari Sulaymonni bo'lajak podshoh deb tan olishadi va unga bo'ysunishga qasamyod qilishadi. Bir kuni Jabroil Sulaymonning oldiga kelib, unga kambag'al bechoralar haqida qayg'urishlari lozimligini aytadilar. Sulaymon shunday deydilar: "Yo Jabroil, bizning qay birimiz kambag'al? Menda o'zimga tegishli hech narsa yo'q-ku." Shunda Jabroil ularga toqqa chiqib, u yerda 2 bolasi bilan yashaydigan bir beva ayolga gamxorlik qilishni buyuradilar. Sulaymon toqqa chiqib u yerda bir kulbani ko'radilar. U yerda bir ayol 2 qizi bilan yashardi. Uning ikkala qoli ham shilingan, yerga esa yirtiq yamoq gilam to'shalgan edi. Sulaymon undan qo'llarining shilinganining sababini so'raydilar. U esa qizlari uxlagan paytida kulbaning qattiq yerida yotolmasdan uning qo'llariga boshlarini qo'yib uxlashlarini aytadi. U eri olganini, ularga gamxorlik qiladigan yaqinlari yo'qligini aytadi. Sulaymon unga shunday deydilar: "Alloh senga sen va qizlaring haqida qayg'uradigan insonga turmushga chiqishingga ruxsat bergan." Ayol shunday javob qiladi: "Men o'gay ota qizlarim haqida gamxorlik qilishga yo'l qo'yolmayman. Shuning uchun sabr bilan yashayapman. Agar yaxshi inson robaro bo'lsa, sen unga turmushga chiqishing kerak", deydilar Sulaymon. Sulaymon ularga juda achinib ketadilar. Ular shunday deb duo qiladilar: "Parvardigor, ularga o'zingning behisob boyliklaringdan ato et." Ular podshoh bo'lganlari bilan o'z qo'llari bilan mehnat qilib topgan narsalardan bo'lak hech narsalari yo'q edi. Shunda Alloh bir jinga dengiz tubida yotgan oltin va marvaritlarni olib chiqishni buyuradi. Bir kechaning o'zida jin xonani oltin va marvaritlarga to'ldirib tashlaydi. Sulaymon saltanatlari xazinaning hammasini ot va tuyalarga yuklashni va karvonga toqqa chiqishni buyuradilar. Karvon asosiy yo'ldan ko'tarilgan paytda ular qisqa yo'ldan ketadilar. Sulaymon ayolning uyiga yaqinlashganlarida uy atrofida odamlar to'planib turganini ko'radilar. Ayol esa kulbaning ichida parda ortida o'tirgan bo'ladi. U podshoh buyurganidek bir yaxshi insonning taklifini qabul qilib, unga turmushga chiqayotgan edi. Uning ikkala qizi esa ko'chada o'ynab o'tirishardi. Ayol ko'chaga chiqib, endi ular haqida qayg'uradigan inson borligini aytadi va o'zining yangi ko'ylaklarini namoyish qiladi. Ammo qizlar: "Bizning yolg'izgina onamiz bor edi, endi esa hech kimimiz qolmadi", deb yiglab qochib ketishadi. Ular bilan birga mehmonlar ham yiglashadi. Shunda ayol ustidagi yangi ko'ylaklarni yechib, turmushga chiqmasligini aytadi. Sulaymondan tashqari hamma u yerdan ketib qoladi. Shu topda oltin va marvaritlarga to'la karvon ham yetib keladi. Sulaymon kulbani xazinaga to'ldirib, "Bularning hammasi sizlarga, xohlasangiz olib qoling, xohlasangiz tarqatib yuboring", deydilar. Ayol va uning qizlari endi juda boy edi. Boyliklarning katta qismini esa ular Al-Aqso masjidining poydevorini qurish uchun hadya etishadi. Ushbu masjidni qurishga buyruq bergan Sulaymonga masjidning qurib bitkazilishini ko'rish nasib etadi. Ular asolariga tayangan holda masjidning qurilishini tomosha qilganlar.